Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan 3 darslarimizni boshlaymiz. Hop, birinchi ko'radigan narsamiz bu o'sha 3 bazani kompyuterga uстановка qilish bo'ladi. Hop, uning uchun o'zimiz administratsiyamizga kirib olamiz. Hop, bu yerda bazalarimiz turadi. Mana shu bazalarni ichiga 3 dablet qilish kerak. Buning uchun bizda 3 bazam bormi yo'qmi tekshirib olamiz. Hop, birinchi manda zakoskada bor edi 3 mana shu bazani sizlarga ham tashlab beraman. Va o'sha tashlab bergan bazam xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Arxiv faylda bo'ladi. Zip papkada. Uni arxivdan ochib olamiz, yechib olamiz. Buning uchun so'nchani chap o'ng tugmasini bossanglar, mana bu yerda izlash degan narsa chiqadi. Arxivdan ochib olish. Yoki bo'lmasa agar ba'zi kompyuterlarda bu narsa yo'q bo'lishi mumkin. O'rniga WinRAR degan programmada WinRAR Excel files shu tanlanadi. Hop, arxivdan ochganimizdan keyin bizda xuddi o'sha joyda mana bu yerda 3.0 degan papka paydo bo'ladi. Mana shu papkaning ichida adresning bazasi joylashgan. Endi biz adresimiz orqali xuddi shu bazani yo'naltiramiz. Buning uchun добавить. Hop, bu yerdan добавление, dalее informatsion baza o'rniga o'zimiz xohlagan nom qo'yishimiz mumkin. Misol uchun 3.0 baza. Undan keyin mana bu joyga 3 nuqtadan kirib o'sha bazani tanlaymiz. Hop, mani bazam CD'ning ichida, mana shu papkaning ichida mana. Va arxivdan ochgan faylim mana shu edi. Shuni 2 marta bosaman va mana bu papkalar turishi kerak. Bu papkalarni tanlayman. Mana bu yerda 3.0 degan narsa tanlanishi kerak bo'ladi. Hop, vybor papki. Dalее готов. Va mana bazam tayyor bo'ladi. Endi shu bazaga kirib o'zimni ishimni davom ettiraveraman.
Ba'zan ochilishi shunaqa murakkabroq va mana shu 3 nol bazamiz bo'ladi. Endi shu bilan bo'limlarga qarab bitta-bitta ishlarimizni bajaraveramiz.